Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık kırındaşlarım. Hemmanlağı Allah'ın güzel salamları olsun. Bizni yeni bir qitim uçraştırgan Allah'a hamdülillah olsun. Bugün bir edebi söhbet kırındaşlar. Edebi eserlerde til işletiş ve kurulma meselesi doğrusu da. Bu aldığınki nöbette buluş gerekti. Aldıraşlık oğallıktan bu istihbarat demesi aldığınki qitim onu sözlep kaldık. Ve bugün geldik bu işe. Kırındaşlar bunu ikinci qitim sözleyeceğim. Videonu ammaptım ben, boş sözleptim ben bir qitim. Bir avarçılık oldu. Aldı bilen bir uqturuşum badab qo'yay. Ötkellerde bunun bir yıl olup kaldı benim boldu ya. Bir edebi söhbet qilishni deyishib ekanmiz. Bultuk yana. Xeli köp qarindoshlar qiziqib ekan buningga. Shunisi Memtiminalarning ve çolusu tegmidi. Memtiminalar başvolap uyuştuğusun deb o'ylagan. Şuningla bu ish ro'yobga chiqmay qolibdi ekan. O vaqtda keyindan ko'nrab unutilib ketibdi. Agar ash qiziqchilar davomli qiziqayotgan bo'lsanglar, bevosita men bilan aloqalashsanglar. Facebook Messenger orqali aloqalashsanglar bo'ladi. Hazır bir videoçuğa ihtiyaç yok. Benim üzemde bir program var. En köp 6 adam katnışa alaydıgan bir söhbetni üzem kıla alayım inşallah. Muşnun tayinip kılımız. Eğer kızıkçılar bolsanlar, üzemlerini ve turuşluk şehrinlerini vakit nurlaştırış için. Şəhərinlərini məlum qıysanlar, anda mən ulunuş evetime şu deyişken vakitte şu ulunuş arqılıq şu ortak studiyaga söhbetke qatılalaysızlar. Bunu aval kompüterge elevelip andın yollaydıgan şekilde qılımız. Bär bir naq meydanның paydası yokken naq meydanda soralgan suallarga qarayanmaydı ekanmiz yani. Bär bir qep qaladı eken o. Onda oğandı eken elevelip enin yağı yollasak teximiz süpetlik oldu eken. Şunu oylaştım. Bugünkü mavzumuzga kelsek qarindoshlar. Umumen bu edebiyat nazariyelerinde olsun, ustozlarimizning talqinlaridan olsun, bir tekrarlandıgan formu var. Turmuşni chillik bilan ifodalash edebiyatning g'oyasi deymiz. Shunday bo'lishiga qaramay Uyg'ur edebiyoti hala qeliplashgan til ishlatish usulidan nariga o'tolmadi. Eng mashhurlami bir og'iz jonliq tildagi so'zni qetib qo'yganini hisoblanmaganda başkalarının kahramanları xuddi radiodaki diktorlardek ölçemlik tilde sözleydi. En meşhurlarının bir sözünü canlılık ağız tilideki şekilde eliş kabul kılınıdı ve bu keyin ularning eserlerini maqtab kökke uçuruşunun mu desmaisi oldu. Xalq tili işletişinin ustası deyiş için yeterlik desmaya. Keyin yaşlardan Əxtəm Ömər diyaloglarda dehqan tili işiltib bəkmi yaxşı ülgü yaratqan boldu. Əslində başqalarga yol yox idi. Bunda işiltişke. Uyg'urchani bilmaydigan deyilib qoladi. Yani ölçemlik Uyg'urchani bilmaydigan deb qoladi da. Hem başqa yozuvchilar o'zimi
ölçemlik Uyghur tilini bilmeydiken dep qarılıştın ensirep, eserlerinin ilan kılınmaslıkıdan korkup, til meselesi de bekmi sezgürüydü. Neticede edebi eserlerimiz ziyade resmiyetçil, kuruk ve sünnilikki yem bop gitti. Eserlerdeki kişiler hayattaki birleriga biz tanıydigan, bizge bayram ko'chada uchrashgan jalliq odamlarga o'xshamaydigan, qandaqdir yer sharida yashamaydigandek bir turdik odamlar olib chiqadi. Hevaskar chaqlarimda mushu til masalasiga diqqat qilganligimni eslayman. 20-21 yosh chaqlarimda bo'lsa kerak. Tarım jurnalının bir sanıda, şu zamandaki sanıda, o zamanda tarım dep atalamdı. Hele ki bir nime edebiyat senneti dem diyelemde indi. Şıkılıp şu tarımның şu vaktikisini. Ahad Turdi'nin 5000 kilometr uzaklıkta mavzuluk bir hikayesini okup, ko'nglimda birmuncha norozi nuqtalar shakllangan edi. O zaman da men hikoya yozmaydim, she'r yozdim, shoir bo'laman deb balaqshayotgancha. Ahad Turdi shu chaqlarda emas, keyingi chaqlardimi prozimizning 2 nomerligi eng katta yozuvchi. Shundaqla tarixning muharrirlaridan biri ekanligini biletdim. Bu hikoyaning mavzusidan ko'ralayimizki, baş kahraman ailesinden 5000 kilometr uzaktaki bir yerge. Bunu derhal paraz qilgan oldu ki, vatanimiz Şarkı Türkistan'ның bir yezisiga. Yalanyak doktor bo'lib kelgan. Yani yordamga, gullantirishga kelgan bir Xitoy qizi edi. O yeziga kelib ma'lum etizlikqa dehqonlar demelib o'rtaga yerga berib, ularga özünün yalanyak doktorluğunu tunuşturdu. Qanday tilda so'zlaganligimi bir muammo, qarindoshlar. Bir Xitoy. Uyg'urning dehqonlari, uzoq bir yezidagi dehqonlari Xitoycha bilmaydi. Qaysi tilda so'zildi? Bu bir tepishmoq. 70 yaşlardaki aksakallık bir buvay onundan isminiz nime kızım dep soraydı. Xitay kız Chunhua dep cevap verdi. Buvay etraftakilerge Chunhua degen bahar gülü degenlik oludu. İsminiz bek çıraylıkken kızım deydi. Bunundaki sünnilik qara. Şarkı Türkistan'ның uzak bir chet yaqa yezsidiki o'qimagan buvay. O'qimaganligini derhal paraz qila olaymiz. Chunki o zamanlardagi 70 yaşdagi buvaylar mutlaq ko'pchiligi o'qimagan buvaylar ulatdi. Dehqon. Shahardagi buvay bo'lsa, balkim o'qigan buvay bo'lib qolamdiki, ama yezidagi 70 yaşdagi buvaylar o vaqtda hech o'qimagan buvaylar edi. Bu buvayning Xitoychani suvdek bilgini, hatta xatmanisini tushundirgini ajoyibli sat yolg'on bo'lishi bilan eng danliqimizdan birining hayotning amaliyatigacha uyg'un bo'lmagan bundaq tasvirlari meni bakmu ajablantirgan edi. Kechiring. Abtur tili yoki bayonchi tilida ölçemlik Uyghur tili işletsek mi? Lekin diyaloglarda qahramonimizning kimligiga uygun keladigan til ishlatish edebiyatning aqalliy talablaridan biri edi. Chunki real odamlar diktorlardek bir qilibda so'zlamaydi. Shundaqla yurtlarningmi o'z shivillari, odat so'zlari, o'ziga xos tamsillari bo'ladi. Bularning hech biriga yo'l qo'yilmaydiganligini mı keyin bildim. Aslida yo'l qo'ymaydi ekan bizda. 86-yili G'oljida o'tkazilgan islohot deymizdik proza ijodiyat suhbat yig'inida men bir povest o'qigan edim. Romanchaq. Men tilga bek diqqat qilatdim.
odatda o'lchamlik Uyg'ur tiliga naqadar to'liq ekanligimni ko'rsatib qo'yish herismanligimmi bor edi. Shunda qo'lishiga qaramay bir yerda şu şimallık qarindoshlarımızdan biri yerlik shivi ishiltibsiz degan etdi. Xili taqashdim. Chunki men bek diqqat qiladigan ashdim biri bu da. Ama o bir yerda bir so'z shundoq yozilibdi deb turib oldi. Men buni agar dialogda bo'lsa tamamen to'g'ri qilgan bo'ladiganligim haqida kajliq qilib taqashdim. Hammasi qarshi chiqdi. Buyuk ustozlarning. Bekmi ko'nglim yerim bo'ldi. Agar adabiyotning bir vazifasi tilni beyitish, tilning ifodalash kuchini oshirish bo'ladigan bo'lsa, u holda yerlik shivilarning boyligini o'rtaq tilga qozondirish, cho'qim qilishga tegishli bir ish bo'lgan bo'ladi. Va adabiyotni turmushga yaqinlashtirish nishon bo'ladigan bo'lsa, cho'qim uni sunniyliklardan qutqizib, real odamlarni real yezish shart edi. Lekin o çağlarda bunu his qila olgan bo'lsammi, hech kimga gap anglolmaydim. Chunki men bir havaskor edim. Katta va nomi chiqqan mashhur emasdim. Chet elga chiqqandan keyin chet elning dangliq asarlarini o'z tilida o'qish fursati tug'ilgandan keyin ko'rdimki, chala talaffuzlar, yerlik shivi so'zlar shunchalik ishlatildi ekanki, bu asarni teg'imi yorqinlashtirdi ekan. Hatto g'arb kinolarida asli tilida ko'rib baqsanglar g'arb kinolarini. Efsane set gaplarni ishiltildi ekan. Ya'ni jonliq odamlardekla kerak yerida og'zini buzaveradigan shaklda. Men gapni misol olsun deb qo'ydim qarindoshlar. Buni tashabbus qilish maqsadim yo'q, og'zini buzishni. Lawrence'ning bir necha romanini inglizcha o'qiganimda buni ko'rdim. Onunda bir qahramon doimo ma'lum bir tovushni talaffuz qilolmag'achqa chala so'zlaydi. Tilga ilinmagan shu harf o'rniga bir yuqori pash yoki bug'uma erish belgisi qo'yish bilan bu yerda bir harf borligi ishora qilingandan keyin u yerdagi harfni o'qish jarayonida paraz qilg'ili bo'ladi. Ondan Joyce'ning, William Faulkner'ning romanlarini dumi reallikdagi odamlarni ko'z oldimizga keltiradigan jonliq odamlarga uchrashdim. Biz qahramonlarimizni butga aylantirib qo'ydik ekanmiz qarindoshlar. Xuddi hammasi oliy maktab bitgan. Bitgandimi dal adabiyot fakultetini bitgan, imloga pishiq odamlar qilib yozish umumlashib ketgan. Dünya klassiklarini ko'rgandan keyin mening yoshligimda his qilganlarimning to'g'riliqini yana bir qatim jazm qildim. Buni kitoblarimda kun sari dadilroq shaklda qo'llanishga boshladim. Endi men Uyg'ur tahrirlarining oldiga bormayman. Bu erkinlikdan nima uchun foydalanmoqdakman? Buni oxirgi romanim nashr qilinganda texmi ro'shan ko'rasizlar. E'lon qilinmagan roman. Dialoglarda kishilar tamamen kuch tili bilan, ya'ni o'zining shivisi bilan so'zlaydi. Men ularning tiliga aralasha olmadim. Uning imlosini to'g'rilashga urinmadim. Chunki shivi so'zlarda ba'zida haqiqatan oltinga yo'liqib qolamiz qarindoshlar. Oltin bir til uchun acayip sözlerge yo'liqamiz. O kadar ixcham. O'rtaq til deganimizda bu so'z yo'q. Shividagi ba so'z o'rtaq tilda yo'q. Andin bir chet el asarini tarjima qilgan vaqtimizda ash so'zga yo'liqib qolsa qanday qilamiz? Ozg'in ekan bir jumla bilan tarjima qilamiz ash bir so'zni. Ama shivida ba u so'z. Ne kadar hata qilib kelganligimizni his qildingmi? O'rtaq tilda bo'lmagan so'zlar va tamsillar, turaqliq iboralar, obrazliq o'qish tushlar.
Şiviladi bak. Bu baylıkni nemişqa chetga qaqqanligimiz hozirgacha aniq emas. Tilni mushunda taraqqiy qildiratdikmikin? Til yazıq komiteti tuzgan imlo so'zligining ichidan chiqolmay, qandaqmi tilni taraqqiy qildig'ini bo'lsin. Xalq arasida yangidan maydonga kelib turadigan yangi so'zlarga mangu o'rin berilmaslik kerakmidi? Haqiqatan qo'rqinchli. Endilikda bizning shu ulug'lar, bizning ashaliq ulug' cho'nglarimiz va shu ulug' tahrirlarimiz Finneganning uyg'unishini ko'rsa, nimada o'g'iydi? Edebiyat sohasidagi qarindoshlarimiz bilisizlar, Xabronglar va Finneganning uyg'unishi. James Joyce'ning oxirgi romani 17 yilda yozilgan roman. 17 mi 19 mi? Bu romanda qasdan xato yozilgan ismlar, ulab yozilgan so'zlar, ikki so'zni bir-biriga ulab aralıqqa bo'shliq qo'ymay ayndalini ko'ramiz. Masalan, başta qurladılar, ikkinchi qurdimi? Aytavur, Shimoliy Amerika degan so'zlar bor. Shimoliy Amerika. Xato yozildi. Hayotdagi odamlarning hammasi o'qigan ziyolilar bo'lishi natayin. İmlani pishiq biladigan bo'lishi natayin. O'lchamlik biladigan bo'lishi natayin. Talabbuzi o'lchamlik bo'lishi natayin. Şuna edebiyat turmuşqa yıkılışıdığan bolsa, her adamның sözleş adetlerini mi, hata talappuzlarini mi mahirlik bilan aks ettirish kerak. James Joyce romanlarda, diyaloglarda qahramonlarning tilidan berilgan so'zlarni emas, hatto abtur tilidan mi so'zlarni ana shunday ishlatgan. Mushundaq bir roman Uyg'ur tahrirlariga berilsa, bir varaqni o'qib bakmasdan axlatga tashlayotgan bo'ladi. Aqalli tilni bilmaydi ekan bu. Roman yozimi deb avaro o'g'inni deb tashlaydigan. Ammo ko'ryapsizlarki, bugungi dunyo adabiyatining tojining eng uchidagi munchoq bu. Finneganning uyg'unishi. Türkçe biladigan qarindoshlar turkchisini o'qib baqinglar. Elib o'qimanglar eng yaxshisi, setib elib. Ariyet elib kütüpxanadan ariyet elib o'qinglar. Chunki uningdan ikki varaq nariga o'tolmaysizlar. Tushungan olmaydi. Men bek urinyapman. 20 bettek o'qidim bir necha yildan beri. Qaytadan yana boshlab. Hozir biraz paq etdim eliqi xato yozilgan so'zlarni, bir-biriga qo'shib etilgan so'zlarni paq etdim. Biraz farq etib qelayotaman. Mana shundaq. Bizning Uyg'ur tahrirlar o'zi tushunmaslar, boshqalar ham tushunmaydi deb qaraydiganga ko'ngan. O'z aqlini o'lcham qilishga odatlangan. Shuni ajna qiladi ular. Aldın xitimlik edebiyat söhbeti bugünkü dünya edebiyatının turmuşqa yıqilishi yo'lida qanchalik ilgari ketganligini isbotlaydigan dialoglar haqidagi yangi tasavvurlarni tilga olgandim, yodingizda bormi? Turmuşda kishilarning navbat bilan so'qishishni so'zlamaydiganligini. Shundaqmi? Bir so'zlikchi yani biz tutib turib so'zlashdigan ahvollarmi bor. Amma bir-biriga gap bermay tang so'zlaydigan ahvollarmi bor. Mana shularni qanday ifoda qilish haqidagi izlanishlar ketyapti bugungi dunyoda, ammo bizlar taxicha ibtidoiy romanlar davrini tamomlay olmagan. Mening yana bir romanim bayam dedim bu. Ala bitti diyemmen otaman. Şu romanda diyaloglarda yerlik shiva eg'iz til ishlatdim. Bir vaqtda tang so'zlagan diyaloglarni ifoda qilishga tirishdim. Yani ikki odam tang so'zlasa buni qanday ifoda qilamiz? Buningga shunday bir sinoqni qilib baqdim. Birisining gapini tuz xatlar bilan, yana birisining gapini yantuq xatlar bilan
bir söz onun, bir söz bunun, bir söz onun, bir söz onun aralashtirib yezish bilan ifodalash ko'rindim. Bundan başka vatildab so'zlaganda söz aralığına boşluk koymay, tutaş yezish bilan sinab baktım. Shundaqla bu romanning yana bir o'xshamaydigan yeri qurilmadik alayidlik. Endi qurilma masalasi Uyg'urchada bek ciddi qaramasak bo'lmaydigan, ciddi tuzatmasak bo'lmaydigan bir kemtiklik qarindoshlar. Bir roman bir kechikdi, bir chig'ir bilan ketgan. Uyg'ur tilida maydonga kelgan 100 roman deb bijimi chiqaribdi ekan-ku. Bir roman desek mi bo'ladi? Voqeasi farqliq. Qolgan nimasi o'xshash. Shunga u o'xshashlikni farq sifatida ko'rmaydi qarindoshlar. O voqea farqlansa, o başka roman bulanmaydı o. Voqea o'xshab qolsa-mu, uslub qurilma ifodalash shakllari o'xshamasa, u başka roman bo'la oladi. Uning jimi adabiy vositalari o'xshash, voqeasi o'xshamasa, başka bulanmaydi. O bir roman bo'lib qoladi o. Bunun uchun bu qurilma masalasimizga bek jiddiy qaramasak bo'lmaydigan masala bu. Her xil usul, her xil uslublarni sinab beqish kerak. Dadillik bilan. Shu ustamninki izidan ketadigan bu qiliq tefekkür hurulliqidan bo'ladi qash. Mening bu zikr qilingan romanimdagi yana bir o'xshamaydigan yeri qurilmadik alayidlik. Bu romanda hech narsa redlik emas. Voqeali birning aqsidan birisi, birning aqsidan birisi redlik yuz berdi-ku Uyg'ur romanlarida. Ama bunun da hech narsa redlik emas. Sizlar bir çekilgan bir narsani ko'z oldingizga keltiringlar. Çekilgan ve parçaları her tarafga çaçırap ketgan. Deylik ki bir yüzümüzni ko'radigan bir eynek asan çekilganroq, eynek çekilib parçaları terilib ketdi. Yoki bir taxsi çekilib ketib parçaları bir chimliq terilib ketgan bo'lsin. Mana endi siz bu romanni o'qigan vaqtingizda onun parçalarını her yerden tepip bir yerga kelib qurashtirishingiz kerak. O'zingiz qurashtirasiz. Men tayyor qilib bermayman. Endi bu parçalarni sizga ritmi bilan birining aqsidan birisi birini tepib ikkinchisini topsangizlar ma'noga himlashadigan o şekilde emas. Ritmi bilan uchirmaydi o parçalar. Şuna avval uchirgan parça bilan keyin uchirgan parça himlashmasa aldirab ketmang. Davom qiling. Keyin uningga himlashadigan parça uchirab qoladi. Belkim eng başdagi parçaga himlashadigini eng oxirida uchirishim mumkin. Xuddi shundaq parçalar birining aqsidan biri uchraydigan shaklda oddiy bir tepishmoq emas. Sizga uchraydigan parçalar taki kitap oxirlashguncha himlashmasligi mumkin. Muhimi bularni doimo esingiz tutishga, himlashadigan parça tepilgan qadar unutib qolmaslikka to'g'ri keldi. Yana bir tarafi bu parçalar tek emas. Hammasi mında çoğunlukta emas. Bu parçalar bazıları çoğunrak, bazıları bek küçük parça. Yani roman için desek bunu fakat bir cümle. Yoki hatta yerim cümle, qisqa bir oddiy cümlede aşınçlik bir jupuchi.
Eğer onu nazardan sakıt kıysanız, unutup kalsanız, o kichkine bir nimeni. Qanday boladi ayığı? Ahırga varganda eşe boş kaladı, bir tüyüşük kaladı vədə. Emleşme. Ama o kichik parçalını öyle kolgu çıkkıdek emas oğaçqa asan unutup ketadigan iş var. Unutup kalsanız o romandan bizmi düşenmeysiz. Emmeni insanızı tutuşanız gerek. Yemleştiriş için aval kısığı keyinkisini. Eğer bunu unutup kalsanız bu yemleşmeydi o uçakda akıdan bir neçe qetim okuşqa mecbur olap kalasız. Eğer çokum düşünüp bakaydısanız bu biz mecburiyetiniz yok. Okumay taşlayıversanız bulda bu bizden meşhur izdek emesken bu. Dep taşlayıversanız umumuzdan işi de. Ama bir düşünüp bakaydısanız uçakda bir qetim okuş kupayı qılmaydı. Birleştiremeysiz parçalarını. Endi işletilgen til, eğiz tili hakkında mı hiç qanday izahat bermedim. Normalda biz Ürümçiga varsak, Ürümçinin talaffuzunu düşünemiz. Ürümçilikle Qashqarga kelsa, Xotenga varsımı düşünüdü, tercüman ketmeydi. Fakat nimişki yazık tutuşenmegidekmiz buna? Düşünüşke tırışsak, niyetimiz düşünüş olsa, düşünüşlük. Bazı diyalekt dep ketirge, diyalekt yok Uygurçada. Şive. Diyalekt degen Uygur tilinin üzü bir diyalekt, Türk tilinin içindeki bir diyalekt. Bunu netçe dedim. Xitayçıdaki dek oldu diyalekt degen, ülke ile ülke birbirinin gepini uquşmaydigan. Nayta az uquşudigan. Şoňlaşqa bizning bu şöni işletişimizning bir tosalgısı yok. Düşünüşlük yanala. Düşünüşünü halısınızla. Fakat adetlenmegen. Kitaptan da bir söz çıksa, xuddi başka bir sözdek. Ajını başka bir adam ağzı des düşünürsüz o. İzahat beğenmedim şuna. Şu kadar mürekkep Finnegan'ın uygunuşudu mu? Hiç nimge izahat verilmegen. Fakat Finnegan'ın uygunuş hakkında menin kögünümde, Amazon'dan kögünümde okşamagan iki adam iki sözlük yazıptı. Sözlük tüzüp çıkıptı onu düşünüşünün açık kılıp. Finnegan'ın uygunuşunun sözlüki. Ötkende dedik ya, ana yurt sözlük tüzüp çıksak diyen Yalqorozunun teklifini. Onun sözlük yetmeydi. Hani manınga sözlük yetmeydi. Okup bekanla işenmesanlar. Sözlüksüz düşünüp bekanla. Şu. Endi onun izahat vermege yedim. Men nime izahat vermek o kadar düşünüşlük dursa. Onun da çetel tildeki söz cümlelerle izahat verilipti. Finnegan'ın uygunuşu da yüzlerce til işletilgen, yüzlerce tilinin sözleri işletiliptiken. Bir cümlesi, ya ki bir okuştuşu, ya ki bir temsili degendik. Hatta Türk tilidir mi bakken onun içinde. Şunun izahat veripti, çetel tilden elingan cümleler, söz cümlelerge. Şunu bunu hiç adam düşünmey, məxsus mutaxassisler, şunas, Joyce şunaslardan başka. Düşünmegendim birisi depti ki, muhterem Joyce, məxsustыңыз nime? Dep soraptı. Joyce şundak cevap veripti ki, məxsudim, keyinki 100 yıllar boyunca edebiyat tadqiqatçıları, professorlar mening kitabım bilan läplesin deyman. Demesin mi? Aşında bulavatıdı bu iş. Şu sebepten ben bizning Uygur edebiyatıda mı kichkine bir mürekkep roman bop qalsin deb yazıp baktım.
Biz saplaylıqı balalarca uşaq balanın ötüt oynagandek bijme bilenlik etivermeyni de kichkine bir mındalarim bolsun murakkep kallı şıltışkın mecbur kıldıqalları dep yazıp baktım. Bu söhbetni aşınçlık deyişip duraylı. Eğer bunu yanımı içkirleş gerek olsa suallarınla qaysı jihatdan içkirlesek boludu. Suallarınla qaraymiz. Hele uqturuşni tekrarlap qo'ya, adabiyat söhbetiga qatnaşmakçı bo'lgan qarindoshlar men bilan aloqalashishni unutib qolmanglar. Allah hammanglarni salomat qilsin, panohida saqlasin. Keyingi qatim ko'rishguncha